Navoiy shahar atrofida bunaqa uglovoyda joylashgan hovlilar kamdan-kam sotuvga chiqadi. Kadastr hujjati bo'yicha 11 sotix, umumiy 30 ga 40 o'lchamda biz o'lchab ko'rdik. Lekin kadastr hujjatida 11 sotixda tashkil qiladigan hovliga yetib kelganmiz. Uglovoyda joylashgan Narpay eski 5 hududimiz. Tashqi fasadlarini ko'rishlaringiz mumkin. Imoratimiz anchagina eski. Mabodoga rekonstruksiya qilsangiz bo'ladi, chunki to'liq pishganishdan qurilgan, lekin qaytadan yana qurilish qilishni tavsiya qilaman. Quruvchilar uchun yaxshi variant. Mabodoga 3 ta 4 ta kattejni ushbu joyga bemalol qursangiz bo'ladi. Xo'p, bu yashil hududlari kadastrga kirmagan, lekin bu yerda ancha-muncha joy bor, unumli foydalansalaringiz bo'ladi. Buni o'zi ham 4-5 sotixda tashkil qiladi. Qo'shnilar bilan birgalikda mana bu yerda suv nasoslari ham o'rnatib qo'yilgan. Burchak tomonlarda keling, ichkari taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Demak, ushbu hovlimiz to'liq pishganishdan qurilgan holatda, e'tibor berasizlar. Katta-katta bolorlar ishlatilgan. Tepani yopish uchun hamda keling. Podval qismlariga ham ega. Tavsiya qilaman, o'zlaringiz kelib qurilishini ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol mabodoga rekonstruksiya qilish imkoniyati bo'lsa, menimcha yaxshi holatda turibdi. To'liq pishganishdan qurilgan. Keling. Mana bu taraflarni ko'rsatib o'ting, chuqurligini. Bu yerda podval qismi mavjud. Mana shu yerda o'zida 6 ta xona bor. Mana bu katta zalni 2 ga bo'lsangiz, 7 ta xona bo'ladi. Bemalol. Juda katta hudud, u tarafda yana bitta korpusi hamda o'rtacha remont holatiga ega bo'lgan xonalarimiz mavjud. Bu yoq to'liq yashil maydon hamda ushbu xonadonimiz uglovoyda mana shunaqa katta hududni egallab turibdi. Umumiy lokatsiyamiz mana to'g'rida 100 metrdan keyin asosiy yo'limiz, asosiy asfalt yo'ldan to'g'ri o'tadigan bo'lsak, Narpay poliklinikasi hamda o'ngga burilganimizda Malika to'yxonasi joylashgan. Lokatsiya menimcha tushundingizlar. Shaharga bir qadamlik yo'l, kadastr hujjatida 11 sotix hamda o'zi mana bu tashqi maydonlar bilan birgalikda 15 sotixdan ham kattaroq joyni egallab turibdi. Katta ish quradiganlar yoki kattaroq bahaybat o'zim uchun bitta hovli quraman deganlar uchun shahar atrofidan mana shu joyimizda hovlimizni yer hisobida sotuvga qo'yamiz. 1 milliard 220 million so'mdan sotuvga chiqaramiz. Ustida savdosi bor holatida egalariga pul zarur bo'lganligi sababli sotuvga qo'yilyapti. Mabodoga kvartiraga barter variantlari ko'rib chiqiladi. Doplata bilan birgalikda. Demak, asosiy yo'l to'g'rida, lokatsiya juda ham zo'r. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. To'liq ma'lumot olish uchun qo'ng'iroq qilsalaringiz kelib birgalikda ushbu holimizni ko'rib, loyihangiz asosida bemalol qurilishingizni qilsangiz bo'ladi, baraka qilgandan so'ng. Demak, pastdagi raqamlar sizlar uchun, batafsil ma'lumot uchun Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, shunaqa yaxshi hovlilarni Navoiy shahar atrofidan e'lonlarini doimo ko'rib borasiz.